Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari, futbol sevar do'stlar. Siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlarga eng qiziqarli va so'nggi futbol yangiliklarini yetkazishda davom etamiz. Hozirgina yakuniga yetgan Eron O'zbekiston o'yini. O'yin yakunlandi. Afsuski bizning futbolchilarimiz g'alabaga erisha olmadi. Hamma narsa so'nggi turda Koreyaga bog'liq bo'lib qoldi. Bugungi o'yin shu narsani ko'rsatdiki, bizning futbolchilarimiz jismonan ham ruhan bu o'yinga tayyor emasliklari ko'rinib qoldi. Hamma narsa so'nggi turda Koreya bilan bo'ladigan o'yinga bog'liq. Hozirda qo'llarga kalkulyator oladigan vaziyatga tushib qoldik. Sababi keyingi turdagi ehtimoliy chigal vaziyat shuni ko'rsatmoqda. Endilikda yigitlardan faqat va faqat mag'lubiyatga uchramaslik talab qilinadi. Sababi guruhda qolib ketish ehtimolimiz ham yuqori bo'lib turibdi. Shunday ekan aziz do'stlar, so'nggi turda biz Janubiy Koreyaga hech qanday imkoniyat qoldirmagan holatda ularni mag'lubiyatga uchratishimiz shart bo'ladi. Ana unda bizga hech qanday kalkulyatorlar kerak bo'lmaydi. Do'stlar, o'yin borasida fikr, mulohazalar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiramiz va bizning chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.